Muhtaram prezidentimizni bizni yana bir bor tabriklab, holimizdan xabar olganliklari bizni bag'oyat ko'kka ko'tardi. Yaqinda bir voqea bo'ldi. 2-3 kun avval men haramda o'tirib shu duo qilayotgandik. Naryoqdan bizni bayrog'imizni ko'rib, nazoratchi biz tomonga o'tdi-da, Imom Buxoriy dedi, qolgan gaplarni tushunmadim. Meni yetaklab oldingi qatorga o'tkazib qo'ydi. Mana biz kechasi soat 3 da yetib keldik. Shu paytda ham bizni bayramlardek kutib olishib, issiq ovqat bilan ta'minlashdi. Bu o'zi bo'ladigan gap emas. Yurtboshimizni g'amxo'rligi orqali, yurtboshimizni belgilab bergan topshiriqlari orqali ishchi guruh mana shunday yuqori saviyada xizmat qilganliklariga guvoh bo'ldik. Bizni davlatimizni obro'yi juda katta ekanligini bu yerda biz his qildik. Shu yurtboshimizni xalqaro miqyosda katta obro'yi sezilib turibdi. Biz safardan qaytganimizdan keyin prezidentimiz ta'kidlaganidek, yangi O'zbekistonni tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchilari bo'lamiz. Yoshlar tarbiyasiga o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Bizga bu yerda ko'rsatilgan e'tibor uchun barcha hojilar nomidan yurtboshimizga yana bir bor rahmatlar aytamiz.